O'rta-Chirchiq tumani 1-son texnikumida bir kasb, bir yaxshilik ijtimoiy loyihasi doirasida tadbir tashkil etildi. Unda maktab o'quvchilari ishtirok etib, ta'lim muassasalaridagi sharoitlar, zamonaviy ustaxonalar va kasb yo'nalishlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugungi kunda kasb-hunar egallash yoshlar hayotida muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Bunda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan ta'lim tizimining ahamiyati katta. Tadbir davomida o'quvchilarga texnikum faoliyatida yaratilgan imkoniyatlar hamda o'qitish jarayoni haqida batafsil ma'lumot berildi. Bugun mamlakatimizda kasbiy ta'lim sohasida juda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan har bitta texnikumda o'qitilayotgan kasblar qayta o'rganilib, mehnat bozori bilan integratsiyasi tashkil etildi. Va qolaversa, ayniqsa mana shu Toshkent viloyatida ham demak 57 ta texnikum faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 57 ta texnikumda 104 ta kasblar o'rgatilayotgan bo'lsa, biz mana shu mehnat bozori bilan integratsiya qilgan holda o'rganganimizda ayrim kasblarimizni samarasiz ekanligini va ayrim kasblarni, ya'ni ayniqsa zamonaviy kasblarni bugun bizni o'sha kasbiy ta'lim sohamizda o'quvi tashkil etilmaganligini demak o'rgangan holda biz yangi o'quv yiliga 145 ta kasbga demak mutaxassis tayyorlashni rejalashtirib oldik. Texnikumda jihoz ishlab chiqarish, payvandlash, tikuvchilik, savdo va nazoratchi hisobchilik kabi yo'nalishlar bilan bir qatorda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, metallga ishlov berish, avtomobil servisi hamda gaz va suv iste'molini nazorat qilish yo'nalishlari ham yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, elektrotransport vositalari servisi, kompyuter grafikasi kabi zamonaviy kasblar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Men o'zim dizayn tikuvchilikka qiziqaman. Xumsonni, 1-sonli xumsonni juda ham menga imkoniyatlari yoqdi. Ham o'rgansa bo'lar ekan, ham ishlasa bo'lar ekan. 2 kun o'qish, kollejga kelar ekanmiz, 4 kun ish ekan. Bu orqali ham o'zim qiziqqan soham bo'yicha ketaman, o'qiyman, o'rganaman, ham pul topaman. Tadbir yakunida texnikum o'quvchilari ijtimoiy reyestrda ro'yxatda turgan oilalarga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida ularning xonadonlariga borishdi. Xususan elektromontaj bilan bog'liq zarur ta'mirlash va ulash ishlari bajarilib, aholining kundalik turmushini yengillashtirishga hissa qo'shildi. Bu kabi ezgu tashabbuslar yoshlarning nafaqat kasbiy mahoratini, balki ijtimoiy mas'uliyatini ham namoyon etmoqda.